Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz muxlislari. Men jurnalist Jamila Haydarova kichik do'stlarim bilan birga siz azizlarim bilan kanallarimiz orqali yana sog' va salomat holda diydor ko'rishib turganimdan mamnunman. Yurtimizda yangi yil shukuhi kezayotgan shu onlarda ona xalqimizni, muhtaram prezidentimizni, siz azizlarimizni yangi yil bayrami bilan samimiy muborakbod etamiz. Sizlarga uzoq umr, oilaviy baxt, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Oqqushlar parvozi makon etgan ona zaminimiz uzra oppoq qorlarimiz, sersuv yomg'irlarimiz mo'l-ko'l yog'aversin. Ushbu she'riy tabrigimni siz azizlarimga yangi yil bayramiga yo'llayman. Bu yil ot yilidir, omad yilidir. Insonni sevgani vatan elidir. Azizlar muborak yangi yilingiz, oydin orzularga to'lsin dilingiz. Asli munosibsiz baxt tilar so'zga, tinchlik, xotirjamlik, tugallik sizga. Ezguliklar makon etsin izingiz, faqat omon bo'ling sizlar o'zingiz. Hello everybody, and I congratulate all of the family of Uzbekistan and our President Shavkat Miramonovich Mirziyoyev on one of the luckiest 2026 year. I wish for you a holiday with happiness galore. And when it's done, I wish you Happy New Year and many more. Здравствуйте! Я хочу поздравить всех с Новым годом и нашего президента Шавката Миромоновича Мирзиёева. Желаю вам всем счастья, удачи, здоровья. Скоро праздник, Новый год, он уже вот-вот идет. Будем петь, гулять, смеяться, с горки весело кататься. А пока что этот час я хочу поздравить вас. Пусть вам счастье принесет долгожданный Новый год. Oppoq qor shoxlarin buksin archalar, samodan yog'ilsin qorli parchalar, suvlari mo'l bo'lsin tuprog'imizni, ozorlar to'kmasin yaprog'imizni. Yangi yilingiz muborak bo'lsin azizlar.